Bismillah. Akalar, aytgan uyim shu. 6-qavatda 2 xonali uyni 20 ming dollarga baraka qo'yamiz deyapmiz akalar. Uy bitta ko'ramiz, kirganda 10 qoldi. Alohida sanuzil alohida mana bittalik. Yotoqxona jihozlar qolyapti. Oshxona jihozlar qolyapti. Balkoni bor. Ko'ntir isitish, sovutish tizimiga ega. Oshxona bu. Mehmonxona. Farg'ona shahar hokimiyatida 6-qavatda 2 xonali uyni 20 ming dollarga baraka qo'yaman deyapti. Bizni like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xo'p, sanuzil, yotoqxona, oshxona, mehmonxona. Hurmatli mijozlar, bu uyimiz narxini naqdga 42 ming deyapti, kreditga 20 ming dollar deyapti. Agar like bosib olmoq qo'yamiz, endi arzon bizda. Manzil shahar hokimiyati 16 qavatli domning mana shu domda sotilyapti. 42 maktab bor, Atlas Media Park bor orqamizda. Bag'i Chikalikka ketadigan yo'l. Salomat bo'lsa yangi.